6000 yurgan Cobalt korobkasida tepki va peredachalari juda uzun bo'lib qolgan. Shu sababli egasi polni profilaktika qilib berishni so'radilar. Motor va korobka moylarini almashtirib beramiz. Video davomida protsessni ko'rishingiz mumkin. Shu holat bu Cobalt avtomobilida birinchi martalab emas, meni kuzatuvim bo'yicha. Bunaqa holat bilan bizga juda ko'p mashina murojaat qilgan. Motor moyiga keladigan bo'lsa, egasini o'zi tanladilar. Bu reklama emas. Eiffel Long Life moyini tanladilar. Long Life, ya'ni uzun hayot. Bu motoringizdagi moyi uzoq vaqtda stabil holatda sifatini yo'qolmasligining belgisi. Bu mashinaning egasi motor moyida ko'p narsani tushunar ekanlar. Bu 4-guruhga kirib power moyligini aytdilar. Bu ham yuqori sifat belgisi. O'zimning tajribamga kelsak, bu moy ishlatib ko'rganman, sifati a'lo darajada. Bu va boshqa nomi chiqqan moylarni test qilmoqchiman. Bunga atini video olaman. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, 6000 yurgan korobkani moyi menimcha holati yomon emas. Yana izoh qoldirasizlar. Bu yog'i mashinaning egasining kaprizi, bizning ishimiz, o'zimiz ishimizni a'lo darajada qilib berish. Shunaqasi ham bo'lib turadi, lekin rezultati qiziq. Effekt qanaqa bo'lar ekan? Korobkadagi moy holati va rangi yaxshiligi uchun частичный zamina qilamiz. Keyingi etapga esa multimarshal skaner yordam beradi. Korobkadagi moyni qizdirib, определенный temperaturada uровень tekshiramiz. Korobkani qizdirib oldik, navbat uровень chiqarishga. Holatini ko'rib turibsizlar, a'lo darajada qip-qizil. Mana test drive keldi, hozir bilamiz effekt qanaqa bo'lgan. Shahzod effekt qanaqa? Mana bizlishni hisob, konkretno, joydarcha. Bundan oldin skorost o'chlari ancha og'ir edi. Ham как будто potiga tepib qo'yayotganda ощущение bo'lardi. Hozir ancha plavnilashdi, ancha yumshoq o'tadi skorost. Yurishi ham ancha yengillashdi. Nima sabab? Undan oldin как будто orqasiga 200-300 kg gruz ilib qo'yganga o'xshardi. Hozir gazni bossangiz ham tezroq yuryapti, rizveye. Undan tashqari skorostdan olayotgani ham ancha yumshoqlashdi. Скоростni переключение sal tezroq bo'ldimi yo'q? Bo'ldi. Keyin birinchi, ikkinchida sal tapo переключение tepib o'tadi. Buni siz bilyaptimi, bilmayaptimi? Bu shoferga bilinyapti. A tak passajir sezmaydi deb o'ylayman.